Tana o'zini qanday tiklaydi? Organizmdagi 7 ta hayratlanarli jarayon. Bizning tanamiz tug'ilganimizda beriladigan eng bebaho ne'matdir. U qanday qilib mustaqil tuzalishni va o'zini davolashni biladi. Ajablanarli joyi shundaki, ehtimol unga g'amxo'rlik qilmaysiz, nosog'lom ovqatlar bilan qiynaysiz va sport bilan shug'ullanishda dangasalik qilasiz. Lekin baribir bizning tanamiz unga beparvo bo'lgan taqdirda ham yangilanishda davom etaveradi. Misol uchun, jigar regeneratsiyasi. Jigar o'zini regeneratsiya qilish bo'yicha chempion. Boshqa organlar zararlangan to'qimalarni davolasa, jigar esa eski hujayralarni shunchaki yangisiga almashtiradi. Bu jarayon anchayin tez amalga oshadi. Odam jigarining 70% olib tashlasa ham, u 2 hafta ichida qayta tiklanishi mumkin. Ichaklar. Ichak o'zining tashqi qavatini tiklaydi. Ichak ovqat hazm qilish uchun har kuni mehnat qiladi. Ichak epiteliysi toksinlarni filtrlash orqali to'siq vazifasini bajaradi va ozuqa moddalarini o'zlashtiradi. Busiz mikroblar butun oshqozon ichak traktiga hujum qilgan bo'lardi. Sog'lomlikni saqlab qolish uchun organizm epiteliy to'qimalaridan xalos bo'ladi va ularni yangisiga almashtiradi. Shilliq qavat har 5-7 kunda tiklanadi. Suyaklar. Suyaklar o'sadi. Singan suyak atrofidagi gips uning tiklanishiga to'g'ridan-to'g'ri yordam bermaydi. Ammo suyak keyinchalik o'zini davolashi uchun uni joyida ushlab turadi. Jarohatdan 2 soat o'tib tana singan suyakni tiklashni boshlaydi. Olingan jarohatni tozalash uchun tromb hosil qiladi. 1-2 hafta o'tgach bu trombni kollagen qatlamga almashtiradi. Keyin esa kollagen qotishi va yangi suyakka aylanishi uchun tana unga minerallar qo'shadi. Teri o'zini yangilaydi. Tashqi ta'sirdan keyin o'zini davolash uchun teri nafaqat tiklanadi, balki doimiy ravishda hujayralarini yangilab boradi. Teri bir necha qavatdan iborat bo'lib, ustki 20 qavat o'lik hujayralardir. Har kuni 30 mingdan ko'proq shunday hujayra to'kiladi. Ularning o'rnida yangilari hosil bo'ladi. Bu jarayonda chandiqlar va tatuirovkalar yo'qolmaydi, chunki ular chuqurroq qavatlarda joylashgan bo'ladi. Ko'zlar. Ko'zdagi tirnalgan qismlar tez tuzaladi. Shoh parda. Ko'zning tashqi qatlami doimo o'zini yangilab turadi. Sog'lom epiteliy, ya'ni sirtqi qatlam eski va keraksiz hujayralardan xalos bo'lib, 1 haftadan ko'proq vaqt davomida almashadi. Bu epiteliyni tasodifan shikastlasangiz, unda jarayon yanada faolroq kechadi. Ko'z yaralangan hujayralarni olib tashlaydi. Yaraning ustiga ko'zning boshqa joylaridan hujayralar yopiladi. Tirnalgan joyni to'ldiradi va 2-3 kun ichida shikastlangan sohani tuzatadi. O'pkalar. Chekish tashlangach, o'pkalar tiklanadi. O'pkadagi mayda tuklar yoki kipriklar odatda shilliq va boshqa keraksiz zararlarni olib tashlaydi. Ammo tamaki tutuni bilan nafas olayotganingizda bu kiprikchalar qimirlamaydi va shuning uchun shilliq faol shakllana boshlaydi. Bundan tashqari, tutun ichidagi irritanlar, ya'ni tirnash xususiyatiga ega moddalar yallig'lanish va shishlarni keltirib chiqaradi. Chekishni tashlasangiz, yetkazilgan zararni tuzatib bo'lmaydi, ammo o'pkangizga o'zini tiklash uchun imkoniyat yaratasiz. Oxirgi chekkaningizdan 1 hafta o'tgach, to'plangan barcha chiqindilar chiqa boshlaydi, ya'ni siz faol yo'talasiz. Nafas olish osonlashadi va nafas qisilishi kamayadi. Bundan tashqari, chekishdan so'ng 24 soat ichida infarkt xavfi bartaraf bo'lishi mumkin, chunki qon bosimi va yurak qisqarishlar soni kamayadi. Miya yangi aloqalarni tiklaydi. Ilgari nevrologlar miya ulg'ayishimiz bilan o'sishni to'xtatadi deb ishonishgan. Ya'ni inson rivojlanish va o'sish cho'qqisiga yetganida miya hujayralari ishlab chiqarilmaydi. Ammo bundan bir necha 10 yillar oldin olimlar kattalardagi miya yangi hujayralar tug'ishga qodir deb ta'kidlashdi. Endi tadqiqotchilar miyaga neyronlar o'rtasidagi yangi aloqalar yaratishga imkon beradigan neyroplastiklik borasida faol ish olib bormoqda. Masalan, nutq bilan bog'liq soha shikastlangan bo'lsa, miyaning boshqa qismi bu funksiyani bajarishi mumkin. Shuning uchun bosh jarohati bo'lgan bemor nutq qobiliyatini reabilitatsiya orqali tiklaydi.